Ichkariga uzatma. Aynan o'sha futbolchilar tomon zarba va gol! Temurxo'ja Abduxoliqov. Boshda bo'lish qiyin. Bo'lsa berilgan zarba va Shroylerning goli bilan hisob ochilmoqda. Pressinglar ana endi Bunyodkor imkoniyat zarba va gol. Imeda Ashortiya uchrashuvda hisobni ochmoqda. Zarba va 2 gol. Bunyodkor hisobni ishonchli ko'rinishga keltirmoqda. Boburbek Yo'ldoshev gol muallifi, markaziy himoyachi. Yo'llangan zarba va gol! Comeback! Muzaffar Olimjonov. Bunyodkor futbolchilari oldinga chiqib olishmoqda. Bunyodkorda yaxshi imkoniyat, Temurxo'ja zarba gol. Chiroyli gol, chiroyli pas to'xtatdi. Markazda Temurxo'ja Abduxoliqov to'pni qoldiryapti. Zarba! Va hisobni ochmoqda. Imeda Ashortiya. Qoida buzilmadimi? Mana imkoniyat Bunyodkorda, darvoza bo'sh va gol. Qoyil. 23-raqamda harakat qilayotgan Asadbek Rahimjonov gol muallifi. Yana Temurxo'ja to'pni cherga yetkazib berdi, zarba gol. Nosirjon Abdusalomov raqib darvozasiga 3-to'pni kirityapti. Qaytarilgandek va mana bu zarba bilan Bunyodkor darvozani ishg'ol etyapti. Sardor Abdunabiyev. Va yana to'p oldiga yetkazib berildi. Biriga bir vaziyat. Temurxo'ja bu gal zarba gol. Temurxo'jaga uzatmani yana o'sha Abdusalomov. Voy Abdusalomov. Iniesta bo'lib ketdi. Ha, Buruber hisob tenglashdi. Najmiddin Normurodov bahsunda o'zining mana shunday chiroyli gollarni to'p daqiqa qo'shildi o'yinga va hozir 2-2. Bu qanday o'yin? Bu qanday Superliga do'stlar? Bu yerda Bunyodkorning hujumi zarba gol. Hisob ochildi 16-daqiqada Temurxo'ja Abduxoliqov gol urdi. Uni himoyada bo'sh qoldirdi. Hujumchini ham shunaqa to'pni o'zi xohlagan. Shpiller va uzoqdan yo'llangan zarba. Yana bir zarba va gol! Lukas Kachori. Va mana bu pas, birga bir vaziyat. Bunyodkorda ajoyib imkoniyat va gol! 21-raqamdagi Nosirjon Abdusalomov. To'raqulovdan zarba! Va qarang qanday super gol! To'raqulov mixladi. Malik, yaxshi mana imkoniyat. Zarba va gol! Imeda Ashortiya uchrashuvda hisobni ochmoqda. O'tdi, xavfli vaziyat. Yo'q, yiqildi Bunyodkor vakili. Zarba va gol! Gol! Urrata urdi baribir. Zarba yo'llandi va gol! Bunyodkor hisobni qisqartirmoqda. Nosirjon Abdusalomov. Uzoqdan zarba va gol. Qoyil. Ajoyib, Imeda Ashortiya.
никогда не надо забывать о темных днях, которые мы проходим. Никогда не надо забывать. Нужно равновесие. Но вы опять показали, что можем красивый футбол играть, когда никого не боимся, мы можем со всеми играть. Но я одно скажу, знаете, почему мы сегодня будем? Потому что стартовый состав, нападение и бег там играл.